O'zbekistonda hali bunaqasini ko'rmagansizlar, mun qaranglar. Juda ham zo'r narsa topib berdim. Bu nima deydiyorlarchi? Bu kvadrat siklimiz bo'lar ekan. Buni eng qiziq tarafi 3 tonnagacha yukni bemalol ko'tarsa bo'laverar ekan. Orqasidagi narsasi bemalol shuni ko'taraverar ekan, 3 tonnagacha yukni ko'taraverar ekan. Bu qanaqa deydiyorlarchi? Videomizni oxirigacha ko'radigan bo'lsalar ham biz sizlarga to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. To'liq ma'lumotlarni Jahongir akamdan olamiz. Assalomu alaykum Jahongir aka. Yaxshimisiz aka? Charchab qolmayapsizmi? Aka, endi shu kvadrat siklimizni ma'lumotlarini berib o'ting bitta. Hozir biz odamlarga aytib berdik. 3 tonnagacha bemalol yukni ko'taradi deb aytdik. 3 tonnagacha bemalol ko'taradi aka bu. 4 ga 4x kvadrat sikl hisoblanadi aka. 4 ga 4x degan sababi oldi orqa tortadi. Ekvivalent ham sotadi. Oldin orqa. Xohlagan paytingizda oldini qo'shib olasiz, xohlagan paytingizda ajratib olasiz buni. Oldi orqa tortadi. Juda ham Tak, zo'r. panejnik pavijniklari bor, o'rnatilgan skori mexanika. Endi qarang, to'xtang aka. Mana shu narsani o'zbekcha ona qilib bitta tushuntirib keting akajon. Panejnik pavijnik deganda agar botqoqli joylarga podъемlik chiqqanda qo'shib olish uchun panejnik pavijnik qo'yilgan. Qo'shib olish uchun. Agar botib qolgan taqdirda qo'shib turib chiqarib olsa, o'zini o'zi tortib olish xususiyatiga ega. Ega. Juda ham zo'r ekan. Balonlar ham aka nima? Bu gelekti baloni. Bu nima balon? Balonlarga ham bitta e'tibor berib qo'yinglar. Botqoqli deysizlarmi, qor mavsumlari, qishda deysizlarmi? Botib qolishni umuman o'ylamasalar ham bo'laverar ekan. Endi bunisi nima ekan oldida? Oldiga aka ligotka o'rnatilgan. 1,5 tonnagacha yukni bemalol tortib oladi. 1,5 tonnagacha. 1,5 tonnagacha yukni tortib oladi. Juda ham zo'r ekan, lekin mun qaranglar, vidlarga ham bitta e'tibor berib dizayner. Buni mustahkamligiga ham bitta e'tibor berib o'tkazmasalar ham bo'lmaydi. Asosiysi hozir aytib o'tganimizdek, haqiqatan ham 3 tonnagacha yukni bemalol ko'taraveradi aka. Ko'taradi aka 3 tonnagacha. Endi aka buni qarang, orqasini bitta men chiqaman aka. Tevasiga bitta ko'tarib berasiz lekin. Bo'ldi aka. Bo'ladimi aka? Bo'ldi. O'n qaranglar. Men tevaga chiqib qolaman, o'zi yengilmanu, lekin 3 tonnagacha bemalol yukni ko'taraverar ekan. Shuni o'zlashni ko'taraveraylik-chi. O'n qaranglar. Meni sezib ham qo'ygan yo'q. Bemalol ko'taraverar ekan, juda ham zo'rdan ekan. Eng qiziq joyi taydi ekan. Ko'taradigan podъемниклari ham ikkitami aka buni? Podъемниклari ikkita. Ikkita ekan, o'n qaranglar. Hattoki juda sezib ham qo'ygan yo'q. Juda ham zo'r ekan. Bo'ladi aka, zo'r. Juda ham zo'r ekan. Endi mana taydi narsalarni ham bitta gapirib o'tib ketaylik akajon. Hozir akajon, 1 minut. O'n qaranglar. Voy, mana ular ham nima ekan-a? Ko'rmasalar ham bo'lmaydi, juda ham zo'rdan ekan. Eng qiziq joyi risollarni ham qaranglar. Risollarni ham yomonlardan qo'yib berishgan ekan lekin. Aka, bu ikkitalik ekanmi aka? Ko'tarish silindri ikkita hisoblanadi aka. Usulli rama, usulli silindr hamma yo'q usulli qilingan ekan. Endi qoyil bir baquvvatligiga bitta e'tibor berib qo'yinglar. Juda ham zo'r ekan. Endi aka bu kvadrat siklimizni garantiyalari bormi aka? Garantiyasi bor aka. Garantiyasini beramiz обязательно aka. 1000 kilometrgacha garantiyasi biz bo'yimizda turadi. Juda ham zo'r ekan. Eng qiziq joyi menga bitta yoqqan tarafi akamiz aytolmadilar. Roli bor-ku, shu darajada yengil endi qo'yaverasizlar. Rol gidravlik ham damini olar ekan, rollari ham osongina nima qilinar ekan. Bunimiz narxlari qanaqa bo'ladi aka? Aka, narxi 45 milliondan 55 milliongacha. 55 million so'mgacha. 45 milliondan 55 milliongacha bor. Kvadrat sikllarimiz. Endi orasida mini kvadrat siklimiz bor. Uni ham bitta ko'rib o'tkazsak, ular bormi ekan buni? Bu tomonda bor aka kvadrat siklimiz. Bularimizni hammasi sotuvdanglar, xudo xolasa. 3 g'ildirali mototsikllarimiz bor. 20 million so'mdan to 60 milliongacha. 3 g'ildirali mototsikllar. Ro'zg'or bor mototsikllarimiz bor. Bu Lochin brendida ishlab chiqarilayotgan mototsikllar ekan aka. Kvadrat siklimiz ham Lochinnikida, to'g'rimi aka? Lochin aka, kvadrat sikl. Lochin. Faqat bizda Lochin sotamiz xolos. Farg'ona bo'yicha dilerligi bizda aka. Lochin sotamiz aka. Mashallah, u g'alati. Buni ham oldida ligotkasi bor aka. Oldida ligotkasi bor. Tak 1,5 tonnagacha yukni bemalol ko'tara oladi. 1,5 tonnagacha. Qo'y. Biz ertalab deng aka, bitta laboga 1 tonna 200 yuklaydi deng aka. Labodi orqasi bor, mashina olib kelsa deng aka, balonni nima bo'lib qoldi. Aka, bular asosiy tirikchilikka, mehnatga, og'ir mehnatga moslashtirib shunga asobni chiqarilgan mototsikllar. Juda ham zo'r ekan. Fermer akalarimiz, tadbirkor akalarimiz xuddi mana shunday kvadrat sikllarni olib qo'ymasalar ham bo'lmaydi. Nimaga? Labodi olasiz. Laboyimiz ham hozir menimcha, например, 7,5 ming dollarga olasiz. Buni narxini aytib o'tganlarida, kattasini o'zi narxi 45 milliondan 55 million so'mgacha. 45 milliondan. Bularimiz nechi pul aka? Bunimiz aka 35 million so'm. Bunimiz 35 million. Lekin samasfali emas bu. 35 million so'm. 35 million. Adrenalinni yaxshi ko'radiganlar uchun juda ham zo'r mototsikl. Yo'q. Chunki nihoyatda tez.
Tez. Tez. Yo'qda qoyil. Juda tez. Aka buni to'rala baland tortadimi buni ham? Yo'q, bunda faqat orqa tortadi. orqa tortadi. Orqa tortadi xolos. Ha, juda ham zo'r ekan. Вообще baquvvat. Haqiqatan ham bu brendni gapirib Bunda ham o'tmasak bo'lmas tak ekan. skorlari mexanika, panejnik, pavijnik bor bunda ham. Bunda ham. Botqoqli joylari uchun motori 320 kub hisoblanadi aka. Rollari ancha yengil buniki ham. Buniki ham, Elektronik tablo. Elektronik tablolari ham bor ekan. Juda ham zo'r ekan. Qiziqqanlar uchun men xudo xolasa nomerlarni ekranga qoldirib qo'yamiz. Biz berolmagan savollaring bo'lsa, birorta bilmoqchi bo'lgan ma'lumotlaring bo'ladigan bo'lsa, akalarimizga telefon qiladigan bo'lsalar, inshaalloh to'liq ma'lumotlarni berib o'tishadi. Hozir biz turgan joyimiz qayerda aka? Manzilimiz? Bu Quvasoy shahar Behizor kurugi, Juma bozor bo'ladigan. Mana bu orqa tarafimiz bozor. Juma bozor bo'ladi. Juma bozori. Qaranglar, bozor shundaqani ro'parasida. Kuriydi shunday Subhon Behizorni kurugi deyiladi bu yer. Xudo xolasa bemalol kelib akalarimiz olib ketsalar ham bo'laverar ekan. Bundan tashqari xudo xolasa chiroyli skidkalarni qilib beraveramiz inshaalloh aka. Xudo xolasa chiroyli skidkalarni qilib berishar ekan. Pastda nomer, ekranda nomerlar telefon qiladigan bo'lsalar, to'liq ma'lumotlar berib o'tishadi. Aytib o'tganimizdek, biz berolmagan ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, akamizga telefon qilsalar, to'liq ma'lumot berib o'tishadi. Akajon katta rahmat. Sog' bo'linglar, zo'rab zo'rdan sog'lashmanglar.